Sana gapirib beramiz. Pulni ber. Qachon uylanassan, sota qo'zi. To'xtada. Bu to'ymisan. Biz aytgandan keyin endi uylanadimi? Gapiravermaysanmi? Pulni olyapsan-ku. Yo, biz gapiraveramiz. Просто pul jalka-da. Sal qavlarni ishlatiylar. Ota-onasiga salom yo'llaylik. Shuni ayting. Qachon choyxonaga chiqasan, erkak. Bo'ldimi? Yana kimda tabrik bor? Aka, sinfdoshlar gruppasiga biror nima deb bering. Kassaga pul to'lang, ochirda turing. Rahmat. Kimga yana? Jiyan bittasini inadan so'kar. Biz enadan onadan so'kmaymiz. Normal tabrik bo'lsa aytamiz. Davlat keyingisi. Unda aziz xotin quli bor. Uni aytamiz. Nima bular hammasi xotin qilimi nima balo? Sanga nima? Soqqasini ol, xotin qilib bo'ladimi, boshqa narsani qilib bo'ladimi, nima farqi bor? Akalar yuringlar, O'zbekistonga olib ketaman. Biz O'zbekistonga bormaymiz. Ikkita sinfdoshimni futbol o'ynataman deb olib ketganda, hozir to'ylarda dijurda yurib ketgan bechoralar. Kechga tabrikli qilamiz, soqqani qilamiz bo'ldi. Soqqa tamom, soqqa. Davay, kim nimani qilib?